Mashq daftarining 189-beti 3 ta miqdorning nisbati. Bunda 9-topshiriq birinchi masalaga e'tibor beramiz. Bo'sh o'rinlarga to'g'ri nisbatlarni yozing. Bu yerda bizda demak olma, nok va bananlar aks ettirilgan va bularning nisbatlarini demak A va B larda ko'rib chiqamiz. Endi bizda nechta olma borligini birinchi sanaymiz. Ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 ta olma bor. Bu yerda yozamiz. Mana bu yerda demak 5 ta olma bo'ladi. Endi nokimiz nechta? 1, 2 ta. Demak nokni 2 ta deb yozib olamiz. Va bananlarimiz bu 1, 2, 3, 4 ta bananimiz bor. Va bizda aynan mana shu sonlarni ishlatamiz. 5 ni, 2 ni va 4 ni. Va bu yerga A variantiga e'tibor bersak, olmalar, noklar va bananlar sonining nisbati. Endi bu yerdagi qaysi biri birinchi, ikkinchi, uchinchi kelganiga qarab o'sha sonlarni yozamiz. Ya'ni birinchisi olma kelganligi uchun biz olma 5 bo'lganligiga mana bu yerga 5 deb yozamiz. Ikkinchisi nok kelyapti. Bu yerda nok bizda 2 ta. Ikkinchilikda 2 ni yozamiz va uchinchisi bu banan. Bananimiz bizda 4 ta. Shuning uchun 4 ni oxirida yozamiz. Va ushbu natijani belgilaymiz. 5 ga 2 ga 4. B variantiga o'tamiz. Noklar, bananlar va olmalar sonining nisbati. Birinchisi nok bo'lganligi uchun biz nokni, ya'ni mana bu 2 sonini yozamiz. Ikkinchisi banan. Mana bu yerda demak 4 ta bizda banan bor. Demak 4 ni belgilaymiz. Va oxirida bizda olmalar bular 5 ta edi. Demak 5 oxirida yozib olinadi. Ushbu javoblarni belgilaymiz va keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi, har bir nisbatni qisqarmas shaklda yozing. Bu yerda bizda A varianti demak sariq bo'laklar, B da yashil va C da qizil berilgan. Va bularni demak nisbatlarni demak hisoblab olishimiz kerak bo'ladi. Endi A da nechta demak bo'lak bor? 1, 2, 3, 4, 5 ta bo'lak bor ekan. Mana bu yerda 5 deb yozib olamiz. Endi yashil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ni ham yozamiz. Va qizil 1, 2, 3, 4 ta. Demak, buni ham 4 ta ko'rinishida yozib olamiz. Endi A ga e'tibor beradigan bo'lsak, A, B, C larning nisbati. Ya'ni ketma-ketlikda 5, 6, 4 ko'rinishida demak yozib olsak bo'ladi. 5, 6 va 4. Ularning nisbati bizda demak mana kelib chiqdi. Va B variantiga o'tamiz. B ning, ya'ni 6 ning A, B, C lar yig'indisiga nisbati. Demak B bizda ma'lum. Demak B ning bo'lganligi uchun biz birinchi B ni yozamiz. Bu 6 ga teng. A, B, C larning yig'indisi 5 plus 6 11. 11 ga yana 4 ni qo'shamiz. 15 bo'ladi. 6 ga 15 degan natija kelib chiqadi. Lekin bu bizning yakuniy javobimiz emas, chunki buni qisqarmas ko'rinishga keltirish uchun biz buni 3 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Agar 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bunda 6 bo'lingan 3 bu 2 ga teng, 15 bo'lingan 3 bu 5 ga teng bo'ladi va buning qisqarmas shakli 2 ga 5 bo'ladi. Buni ham belgilab boramiz.